Assalomu alaykum Gulnur. Va alaykum assalom Abida. Sizdan bir savol so'rab baqsam qanday deysiz? Pulni so'rang, lekin javob bera olamanmi? Chuqur javob bera olasiz. Savolimni boshladamanmi? Shuni boshlang. Yugurukmi yuguruk? Nima yuguruk? Tatliqmi tatliq? Nima tatliq? Gulmi gul? Qaysi gul xo'p? Nag'madan nag'ma obdan? Qaysi nag'ma hammadan obdan? Voy, bu beklam uzun tepishmoqkan-ku, boshqalarga javob beramayotganman. Ammo tatliq, nima tatliq? Menchi kamput bekrak tatliqmikin? Bunun hammasini javobini tepish uchun undaq bo'lsa aqlli qiz degan hikoyani anglab boqqan bo'lsa qanday deysiz? Ma'qul, undaq bo'lsa mening javobim xato o'xshaydi. Mush hikoyani anglab yiqib, ana degan javobi chiqib qolar balkim. Hamsi boshlamdi? Qani boshlaylik. Aqlli qiz. Burungi zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. U podshoh o'ziga xotinlik aqlli qiz topmoqchi bo'lib, yurt cho'nglarini yig'ib ularga "Hey yurt cho'nglari, sizlarga savolim bor" debdi. Yurt cho'nglari, "Nima savolingiz bor?" debdi. Podshoh, "Yugurukmi yuguruk, nima yuguruk? Tatliqmi tatliq, nima tatliq? Gulmi gul, qaysi gul xo'p? Nag'madan nag'ma obdan, qaysi nag'ma hammadan obdan? Shuni tepanglar" debdi. Yurt jonlari har qancha o'ylabmi topolmadi. Ular 3 kungacha topolmagandan keyin podshoh "Sizlarni dorg'asiman" debdi. Yurt jonlari g'am bilan o'ylariga ketdi. Bularning ichida bir imom qiz bor ekan. U dadasining g'amkinligini ko'rib, "Dada, nima bo'ldi?" deb so'rabdi. Imom bo'lgan ahvolni qiziga so'zlab berib, "Ati dorg'a isilganligini aytdi." Buni anglagan qiz dadasiga "G'am qilib yurguncha ma'lum desam bo'lmamdi. Men aytib beratdim" debdi. "Emsi aytib ber" debdi imom. Qiz "Podshohning oldiga meni aparg'in. Podshohning o'ziga aytib berman" debdi. Shu hamon imom podshohning oldiga berib, "Mening bir qizim bor edi. Janoblarining savoliga shu qizim javob beray deyotdi" debdi. Podshoh, "Qizingni akal" debdi. Qiz yetib kelgandan keyin podshoh, "Javob bergan qiz senmi?" degan ekan. Qiz, "Ha, men" debdi. Podshoh, "Yugurukmi yuguruk, nima yuguruk? Javob ber" debdi ekan. Qiz, "Ko'ngil yuguruk, mush yerda turib dunyoning hamma yerini kezib chiqa oladi" deb javob berdi. Podshoh, "Nag'madan nag'ma obdan, hammadan qaysi nag'ma obdan" debdi ekan. Qiz, "Qozon nag'masi hammadan obdan" deb javob beribdi. Podshoh, "Qandoqchi qozon nag'masi obdan bo'ladi" debdi. Qiz, "Podshohi olam, dudlar tamburlar qancha chalg'an bilan qozon taraqlamsa hamma odam tarqab ketdi" debdi. Podshoh yana, "Gulmi gul, qaysi gul xo'p?" deb so'radi. Qiz, "Hamma gullar ichilib to'zib ketadi, faqat kevazning guli ichiladi, to'zilmaydi. Kishilar uningdan raq to'qib kiyim tikib kiydi. Eng yaxshi gul shu kevaz gulining guli" debdi. Podshoh yana, "Tatliqmi tatliq, nima tatliq?" deb so'ragan ekan. Qiz turib ketib, ayollik eng tatliq ekan" debdi. Podshoh, "Hey, sen qiz tursan, xotinlikning tatliqligini qanday bilasan?" deb so'ragan ekan. Qiz, "Bir kuni opamdan ansirab chiroqni ko'tarib kirsam, opamning og'riq quli dadamning bo'ynining ostida turdi. Shuni qarab, ayollik tatliq ekan dedim" deb javob beribdi. Qizning javobiga podshoh chin ko'nglidan qoyil bo'ldi-da, oradan hech qancha vaqt o'tmayla qizni o'z amriga oldi. Shundan keyin podshoh aqlli qiz bilan umrini xushal-xuram o'tkazibdi. Bu hikoyani huzurlarga Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi o'qituvchilaridan Abida bilan Gulnur tayyorladi. Kelarki sondagi ism mazmunlar sizlarni kutmoqda. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.